Dasturimizni Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti tomonidan tayyorlangan haftaning muhim voqealari tafsiloti bilan davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Ichkilik bu faqat shaxsiy muammo emas. U o'zaro mehrni, hurmatni va yaqinlar o'rtasidagi muqaddas rishtalarni buzadigan illatdir. Hozir sizlarga namoyish etiladigan holat hech kimni befarq qoldirmaydi. Chunki bu jamiyatimizdagi ko'plab oilalarni ogohlikka chorlaydi. Ushbu holat poytaxtimizning Uchtepa tumanida sodir bo'lgan. Hozirda mana navbatchilik qismi tomonidan berilgan chaqiruv xabariga asosan 396-ekipaj voqea joyiga boryapti. Voqea joyida o'zaro oilaviy janjal bo'lyapti. Oilaviy janjalda, ya'ni otasi bolasi bilan janjallashayotganligi, o'zaro ichgan spirtli ichimlik ichib, hozirda mana janjallashyapti. Holat yuzasidan shu bo'yicha olib keldingizlar, nima bo'yicha olib keldingizlar? Shu joyga yetib borgan vaqtimizda ota-bola urushayotganligiga guvoh bo'ldik. Keyin u yerda tinchlantirish iloji bo'lmagani uchun tuman ichki ishlar bo'limiga olib keldik. O'g'lizmi bular? Ha, o'g'lim. Mast holda keldi bugun. O'shacha bu komandirlar telefon qilib kelishdi. Balki topsa hammasini anaqa yaxshi muomala qilib olib kelishdi mast. O'zingiz xabar berdingizmi? Ha, men o'zim xabar qo'yaman. Komandirlar gap berdi. 102 qildingiz. Ha, 102 qildim. Telefon. O'zim qo'ydim telefon. Mast komandir. Mast. Qaysi doimiy bo'lib qoldi komandir? Ha, doimiy. Nima ish qiladi o'g'liz? Hozir chiqib ishlamayapti komandir. Lekin rahmat komandirlarga kelib to'g'ri muomala qilishda olib kelishdi. Boshqa ilojim men qolmadi, to'g'risi. Ko'rib turibsiz. Sizga nisbatan kuch ishlatgani yo'qmi? Yo'q. Bu faqat haqorat komandir, to'g'risi. Siz haqorat qildingiz. Ha. Ya'ni otani haqoratlash qanchalik to'g'ri aka? Bo'ldi, kiyib oling oyog'ingizni, kiyib oling. Ma'muriy javob to'g'risidagi kodeksga binoan qonun chora ko'rib chiqadi. Kuni kecha patrul post xizmati xodimlarining tungi xizmati davomida shubhali harakat qilgan bir erkak to'xtatildi. Xolislar ishtirokidagi tekshiruv davomida uning yonida o'tkir hidli modda topildi. U esa bu moddani shaxsiy iste'moli uchun saqlaganini aytdi. Biroq qonun bunday izohni qabul qilmaydi. O'zbekiston Respublikasida giyohvand moddalarni hatto shaxsiy iste'mol uchun saqlash ham javobgarlikka sabab bo'ladi. Bir mehmonga boruvdim. Qayerga mehmonga? Choyxonada. Bolalar bor. Oshnalar. Men ko'rishayotgan oluvdim-da. Nima oldingiz? Gashish deydimi, nima deydi? O'sha olgan edim-da. Nima uchun oldingiz? Iste'mol qilaman debdi. Oldin ham iste'mol qilganmisiz? Yo'q, ichardim. Nima ichdingiz? Spirtni. Spirtni ichdingiz. Ammo oldin narkotik iste'mol qilmaganmisiz? Yo'q. Bozor kirib kelish qismiga o'ziga shubha uyg'otgan bir nafar fuqaro xolasa ishtirokida yonini ko'zdan kechirganimizda yonidan shu cho'ntagidan taqiqlangan modda aniqlandi. Bu bo'yicha navbatchilik qismiga axborot berilib, tezkor tergov guruhi chaqirildi. Qanaqa qo'lga tushdingiz? Kim ushladi? Xodimlar kelib tekshirish uchun oldimdan chiqib qoldi. Afsusdan rahmonlik tavsiya bermayman, yaxshi emas. Hozirda ushbu holat bo'yicha tergovga qadar tezkor guruh shug'ullanyapti. Yonidan chiqqan o'tkir hidli modda nimaligi aniqlanish uchun ekspertizaga yuborilgan. Holat yuzasidan Uchtepa tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. So'nggi vaqtlarda haydovchilik guvohnomasini olishda go'yoki yo'l harakati xavfsizligi xizmati organlarida aloqalari borligini aytib, yordam berishni va'da qilayotgan, xalq orasida baklashkalar deb ataladigan firibgarlar qurboniga aylanayotgan fuqarolar soni ortmoqda. Bunday firibgarlar fuqarolarni aldab, pullarni oladi-yu, yo'qolib qoladi. Natijada siz pulsiz qolasiz va hujjatsiz. Barcha fuqarolarga shuni ma'lum qilamizki, hozirda O'zbekistonda haydovchilik guvohnomasini olish uchun imtihon topshirish jarayoni to'liq isloh qilingan. Haydovchilik guvohnomasini faqat qonunchilikda belgilangan tartibda olish lozim. Soxta hujjatlardan foydalanish qonun bilan taqiqlangan bo'lib, belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo'ladi.
2026-yil davomida Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan bu kabi sxemalarga aloqador 15 nafar fuqaroga nisbatan tezkor tadbir o'tkazildi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, jabrlanuvchilarning 70% dan ortig'i ushbu xizmatning noqonuniy ekanligini bilgan holda pul topshirgan. Holatlarning 90% dan ortig'ida fuqarolarga pullari qaytarilmaydi. Bir nafar jabrlanuvchiga to'g'ri keladigan o'rtacha moddiy zarar 5 milliondan 10 million so'mgacha mablag'ni tashkil etadi. Muhimi shundagi vositachilarga pul berishingiz bu firibgarlik qurboniga aylanish demakdir. Bunday sxemalarda ishtirok etish jinoiy javobgarlikka olib kelishi mumkin. Pul bergandan keyin murojaat qilish ham mablag'ni qaytarishni kafolatlamaydi. Siz tizimni aylanib o'tayotganingiz yo'q. Siz firibgarlarni moliyalashtiryapsiz. Har bir berilgan pul korrupsiyaviy sxemalarni kuchaytiradi. Hurmatli yurtdoshlar, shubhali shaxslarga ishonmang, oson yo'l izlamang. O'z pulingizni, obro'yingizni va erkinligingizni asrang. Azizlar, ogoh bo'ling, belgilangan tartib qoidalariga amal qiling. Zero ogohlik zamon talabi. Salomat bo'ling.